Bugungi darsimiz demak Androidda fragmentlar hamda Androidda recycle view'lar haqida gaplashib o'tamiz. Xo'sh, o'zi Androidda fragmentlar nima degan savol. Fragment degani bu Android dasturlashdagi aktivitelarni modulli bo'limlari bo'lib, ular o'zlarini hayot siklini, ya'ni life cycle'ga ega bo'lgan, dinamik ravishda qo'shilishi mumkin bo'lgan yoki olib tashlanishi yoki almashtirilishi mumkin bo'lgan view'lar hisoblanadi. Ular activity doirasida, ya'ni moslashuvchi va qayta foydalanishi mumkin bo'lgan UI komponentlarga ega bo'ladi va shuni imkoniyatini beradi. O'zi biza shuginadan activity haqida o'tib gapirdik. Masalan, activitydan activityga o'tish, activitydan ma'lumotni olib o'tish va activitylar bilasizlar manifest fayl ichida ko'rsatib o'tiladi. Fragmentlar esa shu birgina activityning ustidan quriladigan oynalar hisoblanadi. Ular fragmentlar manifest papkada, manifest fayl, ya'ni XML fayl ichida ko'rsatib o'tilmaydi, lekin fragmentlar ham activityga o'xshab life cycle, ya'ni hayot siklina ega hisoblanadi. Masalan, aktivitelarni biz hayot siklarini ko'rib o'tdik. Masalan, on resume, on start, on create, on start, on pause, on stop, on destroy bularni o'tdik. Endi fragmentlar ham xuddi shunday aktivitega o'xshab hayot siklina ega. Masalan, on resume, on start, on activity created, on create view, on create, on attach, on pause, on stop, on destroy view, on destroy, on detach. Va hokazo. Qarab turibsizki, fragmentni aktivitega kirganda life cycle imkoniyati katta ekan, ko'proq jarayonlardan o'tadi ekan. Endi bu yerda fragmentlar ham aktivitega o'xshash o'z hayot sikl metodlariga, masalan attach, ya'ni yurganimiz, on create view, on start, on resume, on pause, on stop. Boshqalarni ko'rib o'tamiz, qarang. On attach bu nima narsa bu? Fragment birinchi marta uni kontekstiga, ya'ni aktivitega biriktirilganda chaqiriladi. On attach chaqiriladi. Bu fragmentni hayot siklida chaqirilgan birinchi metod hisoblanadi. On create bu tizim fragmentni yaratishda ushbu metodni chaqiradi. Ya'ni fragmentni yaratadigan vaqtida chaqiradi. Fragment pauzada yoki to'xtatilganda keyin davom ettirilganda saqlamoqchi bo'lgan fragmentning muhim tarkibiy qismlarining ishga tushishi kerak bo'ladi. Fragment life cycle'larning yana bir metodlardan biri bu on create view. Ya'ni bunda fragment birinchi marta foydalanuvchi interfeysini taqdim qilish vaqti kelganda tizim bu metodni chaqiradi. Masalan, sizlar birinchi marta bir oynani ochdingizda fragment yuklab olasiz. Ana shu vaqtda bu ishga tushadi. Fragmentingiz uchun UI taqdim qilish uchun siz ushbu metoddan fragmentingizni joylashuvini ildizi bo'lgan view komponentini qaytarishingiz kerak. Ya'ni bu view qaytaradi. Ya'ni view deganda shu XML, ya'ni ko'rinishni view etib qaytarib beradi. Agar fragment foydalanuvchi interfeysini taqdim qilmasa, nullni qaytarishi mumkin. Ya'ni null qiymat qaytarib bersa ham bo'ladi. On activity created, ya'ni bunda host activity yaratilganda on activity created yoki on create view metodidan keyin chaqiriladi. Bunda activity va fragment obyekti hamda activityning view iyerarxiyasi yaratiladi. Ushbu nuqtada viewga find view by id metodi bilan kirish mumkin bo'ladi. Misol uchun ushbu metodda siz kontekst obyektini talab qiladigan obyektlarni yaratishingiz mumkin. Nima deysiz? Kim gapladi? Eshitaman, kim bir savol berayapmisiz-da? Savol yo'qmi? Yo'q, domla. Kimdir gaplar ne bo'ldi-da? Xo'sh, yaxshi. Qarang.
fragment life cycle metod, ya'ni shu narsalar ham shu on start metodi fragment ko'rinadigan holatni olsa bir marta chaqiriladi. Bu on resume fragment aktiv bo'lganda ishlab turadi. On pauza tizim ushbu metodni foydalanuvchi fragmentni tark etayotganini birinchi belgi sifatida chaqiradi. Ya'ni biza buni o'rnashamiz. Shu narsalar aktivityada ko'rdik. Aktivityani ishga tushirish, ya'ni programma ishga girish, boshqa oynadan boshqa oynaga o'tish yoki programmadan chiqib ketjak vaqtlarimizda ishlanadi, to'g'rimi? Mana aktivityada. Bundan ham shunday on start, on resume, on pause, on stop, on pauzada masalan sen bundan chiqib ketayotgan ekaningni sessiyadan tashqari davom etishi kerak bo'lgan har qanday o'zgarishni amalga oshirishingiz mumkin bo'lgan vazifalarni bajaradigan joy. Masalan uchun bu chiqib ketishingmi yoki davom qilishingmi shu narsani masalan sen fragmentdan chiqib ketayotgan vaqtingda o'zi on pause ishga tushadi, keyin izidan on stop chiqadi. Ya'ni pauza turadi, keyin stop etadi, fragmentni to'xtatadi. On destroy fragment ko'rinishini ushbu metodni chaqirgandan keyin yo'q qilinadi. View'ni yo'qotadi, keyin polni destroy etib beradi. Fragmentni yo'qotib beradi. Biz destroyni bilamiz, aktivityada o'chirgandan keyin chiqadigan metoddir. Fragmentlarning turlari single frame fragment, ya'ni bunda yagona framework fragmentlari mobil telefonlar kabi qo'lda ushlab turadigan qurilmalar uchun ishlatiladi. Bunda faqat bitta fragment ko'rinish sifatida ko'rsatishimiz mumkin. Keyingisi list fragment. Bundan maxsus ro'yxat ko'rinishiga ega bo'lgan fragmentlar kerak bo'ladi. Fragment transactions bu bir fragmentni boshqa fragmentga ko'chirish mumkin bo'lgan fragmentning turi, fragment transactionslar. Yoki bo'lsam fragmentdan fragmentga o'tish desak ham o'tishda kerak bo'ladigan narsa degan bo'ladi. Fragment 3 ta holatda mavjud bo'ladi. Resume, ya'ni fragment ishlayotgan aktivityada ko'rinadi. Pause, boshqa aktivity oldingi planda va diqqat markazida, lekin bu fragment yashaydigan aktivity hali ham ko'rinadi. Ya'ni birinchi plandagi aktivity qisman shaffof yoki butun ekranni qamrab oladigan bo'ladi. Stop degani fragment ko'rinmaydi. Bunda host activity to'xtatiladi, fragment aktivitydan olib tashlanadi. Lekin orqa setga qo'shiladi. To'xtatilgan fragment hali ham tirik. Unda barcha davlat va a'zo ma'lumotlari tizim tomonidan saqlanadi. Biroq u foydalanuvchiga ko'rinmaydi. Agarda faoliyat o'chirilgan bo'lsa, uni o'chiriladi. Endi biz shu fragmentlarni amalda bir qisqacha kodlar bilan ko'rib ketamiz. Mana kichkina bir kodini yaratib chiqardim. Sizlarga shuni ko'rsatib berajakman. Qarang. O'zi biz fragment yaratjakda, munkatib yaratamiz. Ekranga o'tib taqlang. Fragment yaratjakda birinchi Android Studio'da qarang. New degan bo'limga kirib, shundan fragment yaratamiz. Qarang, shundan fragment degan joyga kirib, bizga eng birinchi bo'sh fragment kerak bo'ladi. Ya'ni toza, ortiqcha narsa yo'q, bu fragmentni olamiz. Ya'ni blank. Shuni tanlaymiz. Qarang. Bunda fragment yaratish uchun ya'ni blank fragment deb beradi. Odan o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, 3-fragment. Men nachunda birinchi va ikkinchi deb ochib qo'yman. Buni 3-fragment deb ochamiz. Va finishni bosamiz. Bosdik yana. Qarang. Fragmentlar yaratildi. Ya'ni ko'rganingizdek life cycle'ning metodlari ham bu on create view degan metodlari bor edi. Ko'rganimizdek fragment shu narsalar bor. Fragmentlar extends oladi, fragment klassini oladi. Extends oladi. Va buni XML fayl ham qo'shiladi ekan. XML fayli qo'shiladi. Qarang. XML faylida frame layout degan layoutimiz bor. Bu narsa asosan oyna degan ma'noni beradi. Frame oyna. Shu frame oynamiz aktivityning ustidan quriljakda xuddi bir ko'rpadan yoki dasturxondan bo'ladi bu ustidan. Masalan, tasavvur qiling, aktivity bir stol bo'lsa, frame degani bir fragment u dasturxon. Dasturxonning ichida ko'rinib turgan narsalar bular frame layoutlar hisoblanadi.
Endi shu frame layout ichindagi ma'lumotlar, ya'ni text view, button va hokazo shu narsalarni qo'yib ketishimiz mumkin buning ichida. Activity ga keladigan bo'lsak, activityda fragment container view degan narsa ishlatamiz va buni to'liqcha ekranni egallatib olib qo'yamiz. Bu nima kerak? Bu narsa activity ustidan aytib o'tdik. Fragmentlar quriladi dedik. Bir activity yaratiladi va ustida xohlagancha cheksiz fragmentlar o'rnatilib almashtirib turiladi. Ana shu fragmentlar o'rnatilishi uchun bizga fragment container view joy kerak bo'ladi. Shu joyga biza fragmentlarni o'rnatamiz. Endi nega qaytamiz? Java kelamiz main activity'ning ichine. Qarang. Fragmentlarni birinchi ishga tushadigan fragmentni biza imlattirib kodda yozib olamiz. Qarang. Birinchi fragment yaratganman. Birinchi fragment new birinchi fragmentda yozib olamiz. Keyin fragment manager degan narsamiz bor. Bu fragment manager degan narsamiz mana shu bir fragmentdan ikkinchi fragmentga nima qilishda o'tishda kerak bo'ladi bizga. Bir fragmentdan ikkinchi fragmentga o'tishda kerak bo'ladi. Masalan, şurada fragment manager hakkında yaxshi. Qarang, fragment manager degani bu shu fragmentlarni boshqaruvchi klass hisoblanadi. Bu get support fragment manager orqali fragment obyekt yaratiladi. Endi buni ichida qarang, yana fragment transactions degan klass ham yaratamiz. Sababi bu narsa fragment managerda, ya'ni begin transactions, ya'ni o'zi transactions degani almashuv yoki ma'lumot yuborish, qabul qilish degan narsalarni bildiriladi. Transactions ana shu transactions obyektini fragment manager orqali begin transactions ishlatilib, transactions metodi ishga tushadi, obyekt ishga tushadi. Bunun içinde transactions içinde add degan nimasi bor, funksiyasi bor. Add funksiyasi bor. Bu birinchi marta main activity'ga fragment o'rnatilajakda add ishlatiladi. Ya'ni bunchilarni add qilib turib, mana bu yerdagi container fragmentni id'si chaqirib turibdi. Ya'ni nomada bu activity main'dagi mana bu fragment container view'ning id'sini shu yerda chaqirib olamiz. Şurada chaqirib olamiz. Va şurada ikkinchi fragment, ya'ni uni ikkinchi fragment etib beramiz shu. Keyin add to backstack'ni uni commit ettiramiz, hozircha shart emas, keyin transactions commit. Ya'ni bu ana shuni qo'shni, ya'ni yerbarak qancha ayonda ekan. Ha, ayonda yana add qildik, keyin transactions commit. Ya'ni buni bajarib berish uchun commit ishlatiladi. Endi birinchi fragmentga o'tdik. Birinchi fragmentda ichida asosan o'zi uchinchi fragmentni ichini ochib qarasak, qana bu yerda on create view degan narsalar ichida o'zi kod quyidagicha bo'ladi yaratilganda. Ya'ni bunda return at aytib o'tdik bu yerda view qaytariladi. View qaytariladi dedik bu yerda. Shu yerda view qaytardi dedik, yine ko'rdingizmi? View qaytardi bu yerda. View tipi qaytardi. Bu yana quyidagi holatda qaytadi. Gördünüzmü? Endi shuni biz o'zgartiramiz. Nishatib o'zgartiramiz. Bu yerda view'ni o'rnina uni ishlatamiz. Masalan, view qo'yamiz bu yerga. Masalan, shuni ko'rsatay. Shu returnni o'chirtiramiz-da, endi bu yerda view datib view qo'yib teng qo'yamiz va returnda view'ni qaytarib beramiz. Chunki buni tipi view edi, view obyekt qaytishi kerak. Buni yozishimizdan sabab biz endi bu yerdagi fragment examinning ichidagi buttonlarni va boshqa komponentlarni chaqirib olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, birinchi fragment uchun birinchi fragmentning javasini ichiga keladigan bo'lsak, endi bu view obyekt olingan. Endi buttonni biz to'g'ridan-to'g'ri find view emas, view.find view by id chaqirib olamiz va mana bu yerda r.id.myFirst button, ya'ni birinchi fragmentdagi buttonni id'si bilan chaqirib turibmiz yana. Endi uni set on click listini atib olsak bo'ladi. Endi bu yerda esa
ikkinchi fragmentga o'tish logikasi. Xuddi nega o'xshaydi? Ya main activity'ga fragment o'rnatishga o'xshaydi. Farklı tarafi fragment manager'da bu yerda get parent fragment manager deb yoziladi. Main activity'da esa bu support fragment manager deb yoziladi. Farqi shu. Fragment transactions shu fragment managerning begin transactions orqali yaratiladi. Endi buni e'tiborga olamiz. Endi transactions replace, ya'ni endi biz add'damiz replace etamiz, ya'ni turgan yerdagi alga fragment bilan bir ikkinchi fragmentni almashtirish uchun container fragment id'ni chaqirib olamiz va ana bu yerga ikkinchi fragment klassini va obyektini beramiz. Add to backstack yani e'tiborga olamiz. Transactions commit. Qarang. Transactions commit yani ishga tushirib olamiz. Xo'sh. Uchinchi fragmentda. To'g'ri. Xo'sh, qarang. Qarang. Yine bu yerdan ikkinchi fragmentga o'tish. Shuni bassam ikkinchi fragmentga o'tishi kerak edi. Ikkinchi fragment aynaga o'tdi. Endi men nazat knopkani basadan bo'lsam, birinchi fragmentda qaytishi kerak o'zi aslida. Bastım, chiqib ketdi endi bu. Endi biza shu narsani yo'qotishimiz kerak. Ya'ni men nazat knopkani bassam, birinchi fragmentga qaytib qolishi kerak, ikkinchi fragmentda emas. Onun uchun nima Onun uchun birinchi fragment Java klassining ichida turib, shurda transactions add to backstack degan narsa yozamiz va ichida bu ikkinchi fragment obyektini yozib .toString deymiz. Bu qarang. Hozir ikkinchi fragmentga o'taman, yana o'tdim. Endi nazatni bosaman. Birinchi fragmentga o'tdi, ko'rdingizmi? Keyin bossam chiqib ketaveradi bemalol. İkinci fragment etdim, birinchi fragment etdim. Endi shuni birinchi fragmentga qaytishdan knopkani bossak ham o'tishi kerak. Buning uchun ishlatamiz. Buning uchun bu yerda replace qo'ydik. Replace qo'ydik. İkinci fragmentga o'tamiz endi. İkinci fragment javob. Ham birinchi fragmentda edim bo'ladi. Endi bu yerda birinchi fragment nima yoziladi endi bunda? Endi bu yerda replace hamda shurda endi pop backstack degan narsa qo'yib ketishimiz kerak. Pop backstack. Agar ishini qo'ymadan bo'lsak, bu yo'qoladi. Yoki bo'lmasam, shundan remove deyish chatamiz endi. Remove. Qarang, pop backstackni o'chirib turaman. Deb yoziladi remove. Ya'ni fragmentni o'chirish degani bor, remove degani. Remove deymiz. Xo'sh. Demek, o'sha oqarib qoldi, ko'rdingizmi? Oqarib qoldi bu yerda. Ya'ni ikkinchi fragmentni remove etib qo'ydim. Endi shuni oqarib qolmay birinchi fragment chiqishi uchun pop backstack degan narsa qo'yib berishimiz kerak. Bu yerda fragment managerda pop backstack degan narsa qo'yishimiz kerak. Qarang. Qo'ydik, ishlatamiz. Birinchi fragment tushdi. Ko'rdingizmi? Birinchi fragmentda qaytdi. Remove atladik, o'chirdik. Birinchi fragmentda qaytib qoldi. Endi qarang. Bu yerda biza bir narsa ishlatamiz. Masalan, aktivitydan ma'lumot yuborish degan narsani bildik. Bu narsani fragmentda emassa bo'ladi. Buning uchun fragmentda bundle degan narsa kerak bo'ladi. Bundle klassi yaratiladi, obyekt yaratiladi. Bundle klass orqali bundleda endi put string deb turib kalit va uni imli qiymati. Misol uchun salom
İkinci frag meni o'tirda yozib qo'ydim. Endi bu yerda putsni aytgandan keyin bu yerda nima yaratdik qarang, ikkinchi fragmentdan klass. Ana shu ikkinchi fragmentni endi fragmentda set argumentasida bundle'da beramiz. Shu. Keyin uni tutib olishimiz uchun ikkinchi fragmentda get arguments get string deb yangi embedda username, ya'ni birinchi fragmentda bergan kalitni bu yerda tutib olamiz, shuni yozamiz. İkinci fragmentda yozamiz. Va uni shuni get string qaytgandan keyin embedda user stringni o'zlashtiramiz, name o'zlashtiramiz. Ana endi bu yerda button set text tab o'tiramizda, ham shu degan name'ni o'rnatib ko'ramiz. Bir netgan vaqtida button o'tib qolish kerak, text o'tish kerak. Salom, ikinci fragment kemini o'tirdi, yana button o'rnatildi, ko'rdingizmi? Demak, biz ana shu bilan fragmentlarda ma'lumot almashishdan o'rganib oldik. Savol so'radim fragment bo'yicha. Agar savollar o'ynamasa, keyingi mavzusini o'taman. Keyingi mavzusi recycle view hamda adapterlar. Recycle view yaratish, custom adapter view holder sinfini ishlatish degan mavzu. Xo'sh, o'zi recycle view nima bu? Recycle view bu Androidda katta hajmdagi ma'lumotlarni, ya'ni ro'yxatlarni, ya'ni listlarni yoki panjara gridlarni ko'rishda samarali ko'rish uchun ishlatiladigan view group komponentidir. Bu list view degan ro'yxatlar bor. Shu misol uchun bu nima degani bu? Masalan, Telegramda yana bir ro'yxatlarni yuritibmizda. Shularning hammasini ro'yxatlar, ya'ni listlar deb aytiladi. Androidda ham shunday listlarni hozirgi kunda recycle view da ishlatiladi. Endi avvallar list view degan narsa bor edi, u narsa endi eskirdi. Shuni o'rnida tozasi recycle view ishlatiladi. Biz shuni o'rganib olamiz. Recycle view bular elementlarni boshqarish uchun adapter va layout manager bilan birgalikda ishlatiladi. Endi adapter degan narsa bor. Recycle view'ni ichki ishida uni 3 ta asosiy komponent orqali ishlaydi. Bular recycle view, adapter hamda view holder. Vazifalari ma'lumotlarni joylashtiradigan asosiy konteyner recycle view, ma'lumotlarni recycle view elementlarga bog'lab beradi adapter. View holder esa har bir elementlarni viewlarni saqlaydi va qayta ishlatadi. Recycle view nomidagi recycle so'zi o'zi eski ko'rinmaydigan itemlarni qayta ishlatish orqali samaradorlik oshirishni anglatadi degan ma'noda beriladi. Shuning uchun bunda yangi item yaratish o'rniga mavjudlarni yangilab ishlatadi. Recycle view'ni yaratish bosqichlari. Birinchi bosqich layout fayliga recycle view degan narsani qo'shamiz, ish faylini qo'shamiz. Masalan, activity main simulator shuni qo'shamiz. Keyin model yaratiladi. Masalan, student, string name, int age va hokazo shuni model yaratiladi, klass yaratiladi. Keyin yana bu yerda adapter yaratiladi. Student adapter extends recycle view, student adapter student view holderda tartib list nuqtai bilan modeli beriladi va list yaratiladi. Yana bu yerda student adapterda quyidagi narsa yoziladi. Keyin student view holder extends recycle view holder deb turib shu narsa yoziladi. Kod yoziladi. Keyin view holder sinfi bu recycle view'dagi har bir itemni view elementlarini saqlab turuvchi sinf hisoblanadi. Bunda bu sinfning asosiy maqsadi itemlarni qayta yaratmasdan mavjudlarni qayta ishlatish orqali performansini yaxshilaydi. Misol uchun find view boyagini har safar ishlatilsa bu jarayon sekin ishlaydi. View holder esa bu viewlarni bir marta topib qayta ishlatadi. Adapter va custom adapterning farqi. Custom adapter yordamida siz itemning ichine button, image, switch, set bar yoki on click listener kabi funksiyalarni bemalol qo'shishingiz mumkin.
oddiy adapterda, misol uchun array adapter yoki simple adapter yoki tayyor tizimlar ishlatiladi. Custom adapterda esa foydalanuvchi o'zi yaratgan model, layout va logikani ishlatadi. Shuning uchun ko'proq moslashuvchan hisoblanadi. 4-bosqichda item layout va fayl yaratiladi. Item XML. 5-bosqichda main activity'da recycle view'ni sozlash o'tiladi. Ya'ni bu yerda yana recycle view'ni sozlash, bu yerda quyidagi adi bilan chaqiradi. Set layout manager degan narsamiz bor. Liner layout manager this. Ya'ni bunda ro'yxatlarimiz liner layout managerda ro'yxatlarimiz quyidagicha shuni ko'rinishda chiqadi. Tushundingizmi? Va yana bu yerda student list va mana shu yerda student list, ya'ni student list obyektidan ma'lumotlar qo'shib chiqaradi. Masalan, model orqali, student model orqali ma'lumotlar qo'shiladi. Keyin u adapter beriladi. Adapter esa recyclingga o'rnatiladi, set adapter orqali. Layout managerlar degan narsa o'tamiz. Endi layout managerni ham ko'rdik, endi bu yerda shu narsani. Buni recycle elementlarni qanday ko'rsatishni layout manager belgilab beradi. Masalan, liner layout manager, ya'ni vertikal yoki gorizontal ro'yxatlarni list view kabi ko'rsatib beradi. Grid layout manager bular jadval ko'rinishidagi kataklar bilan ishlab beradi. Strike grid layout manager bu turli o'lchamdagi elementlar bilan Pinterest usulidagi ko'rinishni beradi. Endi yana sizlar bilan amalda recycle view'larni ko'rib chiqamiz. Menda oldinda yaratilgan proyekt bor, shuni tahlil qilib tushuntirib beraman sizlarga. Qarang. Birinchi bizga aytganimdek, noladan boshlaymiz dedik. Activity mainga recycle view degan narsani qo'shishdan boshlaymiz. Va shunday qo'shiladi ma'lumotlar. Bu yerda scroll bars degan narsa bor. Ya'ni shu scroll bars endi PSM'da kursor nima bo'ladi-ku. Shu narsani dafat turgan bo'ladi. Scroll bars deb aytiladi shu narsa. Surib pastga tushiramiz, yuqori tortamiz. Shu narsa scroll bars deb aytiladi. Endi shu narsani biz vertikal deymiz. Vertikal ya'ni shu narsa, xuddi shunday vertikal holatda joylashadi, meni holatida. Gorizontal desa meni enana joylashadi, vertikal desa bo'yna joylashadi. Shu holatda joylashtirib berib so'rab turibdi. Keyin item degan narsa yaratiladi. Item har bir qatorning o'zining itemlari bo'ladi. Masalan, ro'yxatlarda shu yerda itemlari bor. Masalan, default text, imini texti bor. Ayni bu yerda rasm bor. Har birini birinchi, ikkinchi, uchinchi itemlar ishlanadi. Shu har bir qatorda ish narsada takrorlanish uchun bir dona item yaratib olinadi. Item XML yaratiladi bunda. Uning ichida masalan yana 3 ta text qo'ygan. Masalan, bir relative layout o'tdim. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, 3 ta text qo'ygan. Yana bu yerda uchini ham shu yerda turibdi joylashib. Endi men item model yarataman. Ya'ni 3 ta tekstdagi 2 ta tekstga qaratib, bir item yarataman. Qarang. Header text hamda subtext shu yerda yaratib olinadi modellari. Keyin item adapter o'tamiz. Eng qiziqarli yeri shu. Item adapterda biz asosan recycle item adapterni yaratamiz. Shunda turib extends olamiz. Recycle adapterda. Buni yaratishimizdan oldin biz ayni bu yerda extends olishimizdan oldin pastda item view folderda ya'ni public static class yaratiladi va recycle view folder etib meros olinadi bunda. Tushundingizmi? Shuni meros olinadi. Ana bu yerda ustki va pastki tekstlar. Shu yerda itemda buni optasib tursam ham bo'ladi. Shart emas, bu subtext ya'ni. Shart emas, 2 ta tekstimizdan iborat bo'lib turibdi o'zi. Xo'sh, ish yerda adapterda yana qarang, text header hamda subtext. Ish yerda endi biza buradagi item view .find view by id etib, mana bu yerda uni ham subnam find view by id etib ko'ribmiz. Endi shuni yaratib bo'lgandan keyin, buni yaratib bo'lganimizdan keyin yana bu yerga yozamiz recycle view .adapter item view folder. Masalan, shuna yana bir adapter qo'shib qo'yaveramiz. Custom adapter. Masalan, qarang. Buni yaratishimizdan oldin
public static class item holder deyman, extends olaman, recycle view holder deyman va shuni ichidan konstruktorni yaratamiz. Endi bu yerda extends olamiz. Nima deymiz? Recycle view adapter buni ichida item view holderni ishlatamiz. Item view holderni ishlatamiz. Qizil tasaddiqni implement add deydi. Yana 3 ta metod implement etadi bu. Bu 3 ta metod endi nima bu? Shundagi 3 ta metod item custom view holder, on bind view holder hamda get item count. Qarang, buni endi berib o'tamiz. Bizdan o'tamiz. Endi bu yerda biz oldindan list item modeli yaratamiz va shu narsa endi bu yerdagi item modeli yaratib qo'yamiz, shu narsa. Shuni endi list etib yaratamiz. Va endi bu yerda konstruktor yaratib berdi qarang. O'zining klassini mos, konstruktor ham yaratamiz endi o'zlarimiz. Shu yerda konstruktor ham yaratib qo'yishimiz kerak. Misol uchun mishkan o'ng tarafini bosib, endi bu yerda yozsak bo'ladi. List endi bu yerda item model data list deb qo'yamiz. Data list mana bu yerda mishkan o'ngni bosib generate deganni bosamiz va konstruktor tanlaymiz. Keyingi bossak, adapterni konstruktori yaratildi. Ko'rdingizmi? Endi nima qaytamiz? Adapter yaratilgan va mana bu yerda item view holderni endi tushuntiraman. Bu on create view holder, ya'ni view holderni itemlarini viewni yasab beradi. Viewni oladi bu yerda. Buni shatib oladi. Ya'ni fragmentda view atib ishlatdik-ku, bundan ham shunday. View obyekti teng layout inflator from parent git context deb yozamiz va bu yerda inflate deb yozamiz va ichida layout item, ya'ni bu itemni chaqirib oladi shu yerdan, viewni yasab beradi. Tushundingizmi? Viewni yasaydi. Har birisini olib beradi, chaqirib oladi va mana bu yerda new item view holder deb turib, o'sha viewni beramiz. Bera viewni beramiz. Yine item view holder degan class beramiz endi. Class beramiz. Bu endi bu yerga keladi, bu konstruktorga keladi. Bu yerda item view bu. Endi shu yerdagi item view'imiz .find view by id etib bulara beradi. Ko'rdingizmi? Endi on bind view holder degan vazifа bu ana shu har bir qatorindagi recycle view'ni har bir qatorina endi bularni itemlarni har bir qatorina nima desam, har bir qatoridagi itemlara ma'lumotlarni o'rnatib beradi. Masalan, yana shu yerda position degan narsa bor. Position shatadi. Endi bu yerdagi modelimiz bor, to'g'rimi? Va mana bu yerda yaratgan listimiz bor. List datani o'zi listdan o'tkazsa qarang Java'da listda get degan funksiyasi bor. Shuna bir son bersak, ana shu bir pozitsiyasindagi ma'lumotni qaytarib beradi. Masalan, shu position, change position bo'lsa, shuni positionni nishatadi. Oladidan har bir itemga beradi. Keyin shu item nishatadi, bu yerdagi holder degan narsa bu item view holder klassini obyekti. Shunda bind degan funksiyasi qo'yamiz biz endi bu yerda. Bind. Shu bindda beradi buni. Itemni beradi. Va mana bu yerda yana item model itemi geldi. Mana bu yerda text input text header hamda saba set text ettirib item model get header text get subtext etib ma'lumotlarni yuklab olamiz. Xo'sh, endi bularni yuklab olganimizdan keyin main activity'ga kelamiz. Main activity'da recycle view e'lon qilinadi, item adapter e'lon qilinadi, list yaratiladi, e'lon qilinadi. Endi recycle view chaqirib olinadi va item list obyekti yaratiladi va ma'lumot qo'shiladi. Ishontirib, birinchi, ikkinchi ishontirib konstruktor orqali keyin adapterni obyektini yaratayotgan vaqtimizda bu item listni konstruktorga beramiz. Va mana bu yerdagi recycle view va set adapter deb turib adapter o'rnatiladi. Va mana bu yerda recycle view'ni layout manager orqali yaratamiz. Line layout embed context deymiz. Endi mana biz ham o'rnatamiz.
natijani chiqadi. Yine birden ro'yxat chiqdi, gördingizmi? Ro'yxat chiqdi bu yerda. Yine birden yana bir narsani aytib o'tayim. Itemda biz ayni card view degan narsa ishlatganmiz. Card view. Card view degan narsa yana shunday narsa, kartochka o'xshab chiqadigan narsa. Uni card padding, content padding degan va ichidan qisib kelish, majarachiz. Card elevation degan iminin soya tashiydi. Hamda endi bir corner radius degan yana bir radiuslarni beradi. Tushundingizmi? Card private corner overlap yani şu radiusni berilganini ko'rsatib beradi. Ishlar true ko'rmasak ishlamaydi. Xo'sh, qara, endi buni bossam bu yerda post xabarda birinchi kitob, ikkinchi kitob, uchinchi kitob deb chiqib turibdi. Demak, men har bir itemini bosib bitdim. Ko'rdingizmi? Ana endi shu narsaga kelamiz. Bu narsa har bir qatordagi itemini klik atish deb aytiladi. Yani adapterlar, men bir narsani aytmay ketdim. Endi bu yerda on item click listener degan interface bor. Interface. On item click listener degan interface yaratamiz va uning ichida on item click degan metod yaratamiz. Tanasiz metod. Bilamiz interface'da yoziladigan funksiyalar tanasiz bo'lmaydi. Mana bu yerda item model beramiz ichine parametr item model beramiz. Konstruktorda ham on item click listener interface'ini listener obyektini beramiz. Mana bu yerda this.listener hamda teng listener deb beramiz. Endi bu yerda bintda item view degan narsa bor. Bu o'zi recycle view'ni har bir item qatorini bu yerdagi har bir qatorni shuni bir dana view'da bo'ladi-da, shuna ustidan bosgan vaqtimizda xususiyatni beramiz. On click listenerga xususiyat beramiz shu. Ha mana bu yerda ustidan bosganimizda endi bu listenera item modelini on item click bu narsasini beramiz. On item click'ini bu modelni beramiz. Endi main activity kelamizdan interface'dan bilamiz qarang, implementatsiya qilinadi. Implement item adapter içindeki on item click listinin interface'ini implement qilamiz va endi bu yerga pasa tushadi. Endi bu narsa. Ko'rdingizmi? On item click deb tushadi shura. Va endi bu yerda parametr bilan tushadi. Endi shu va endi bu yerga adapter yozilajakda, yine konstruktora this deb yozib qo'yiladi bo'ldi. List ikinci parametr atib on item click listini kim berdi? Shura beriladi. This deb yoziladi bu. Ayni shurda har bir narsa bosilganda toast xabarda yana
item modelni get header text degan narsasini chiqarib tushunarlimi? Mana yana bir o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, mana o'rniga yana bir qo'yishimiz mumkin. Masalan, intent va hokazo shu narsalarni qo'yib ketsak bo'ladi. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Savollaringiz bo'lsa bering. Savollaringiz bor. Tushunarli bo'ldimi dars?